Assalomu alaykum aziz insonlar. Inson bioenergiyasi haqida ma'lumot beraman. Oldingi videoda inson bioenergiyasini zararlari haqida video chiqarganman. Bu videoning nomi sehr haqida ma'lumot. Endi bu videoda inson bioenergiyasini foydali tomonlari haqida ma'lumot beraman. Inson oddiy holatda o'zidan bioenergiya har doim chiqarganda atrofdagi insonlarga, boshqa insonlarga hech qanday foyda va zarari bo'lmaydi. Faqat ikkita holatda, ya'ni inson juda xursand bo'lgan vaqtda va juda xafa bo'lgan vaqtlarda inson o'zidan juda kuchli bioenergiya chiqaradi, to'lqin chiqaradi. Va bu chiqargan bioenergiya to'lqini o'sha insonni o'sha vaqtda xafa bo'lishiga yoki xursand bo'lishiga sababchi bo'lgan insonni qayerda bo'lsa ham istab topib boradi va ta'sir ko'rsatadi. Agar xafa qilgan holatda bo'lsa yomon ta'sir qiladi, xursand bo'lgan holatda paydo bo'lgan energiya bo'lsa faqat foyda keltiradi, yaxshi ta'sir qiladi. Endi foydali tomonlarini aytadigan bo'lsam, misol uchun bir insonga yaxshilik qilsa, o'sha yaxshilik ko'rgan inson juda xursand bo'lib ketganida o'zidan juda kuchli bioenergiya chiqaradi. Va bu bioenergiya o'sha yaxshilik qilgan insonga u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar borib ta'sir qiladi. Natijada u insonga qo'shimcha energiya bag'ishlaydi. Qo'shimcha energiya u inson qabul qilganligi uchun u inson nihoyatda harakatchan bo'lib qoladi. Va harakatchan bo'lib qolganligi sababli u insonni ishlari yurishaveradi. Omadi kelaveradi. Omad kulib boqaveradi. Shuning uchun har bir inson yaxshi natijalarga erishishni xohlasa, ishlari doim yurishini xohlasa, sog' salomat, yaxshi bo'lib yurishini xohlasa, atrofdagi insonlarga iloji boricha yaxshilik qilish kerak, tilidan va qo'lidan. Endi o'sha yaxshilik ko'rgan insondan tarqagan energiya yaxshilik qilgan insonga yetib borganda, unga qo'shimcha energiya sifatida jismiga qabul qilinganda, o'shani hisobiga u insonning sog'lig'i ham yaxshi tomonga o'zgaradi. Sog'lom bo'ladi. O'sha vaqtga qadar ba'zi joylari agar ba'zi bir sabablarga ko'ra kasal bo'lsa, qisqa vaqtda tuzalib ketadi. U insonda shu qo'shimcha bioenergiya kelib qo'shilib mavjud bo'lganligi sababli. Endi yana bir foydali tomonini aytadigan bo'lsam, misol uchun inson ba'zi bir sabablarga ko'ra holsizlanib qolganda, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsam,
inson o'zini jismida bioenergiyasi qandaydir sabablarga ko'ra yetarli miqdorda ishlab chiqmasdan qolganda inson jismi zaiflashib qoladi. Ya'ni jismida yetarli miqdorda energiya mavjud bo'lmay qolganda, ishlab chiqarilmay qolganda o'zini jismida. Shu holsizlanib qolgan paytda yo'ymachi yoki massajchini oldiga borganda, yo'ymachiga yo'ydirganda yoki massajchiga massaj qildirganda, o'sha yo'ymachi yoki o'sha massajchi yo'yayotgan, massaj qilayotgan paytda o'zidan, o'sha insondan ozgina miqdorda bo'lsa ham energiya bu tomonda kelgan bemor insonga jismiga o'tadi va o'sha bemor insonni bioenergiyasi zaiflashib qolganligini o'rnini to'ldiradi. O'sha insonlardan qabul qilgan qo'shimcha energiya hisobiga o'zini zaiflashib qolgan energiyasini me'yoriy holatga keltirib oladi. Soddaroq qilib aytganda, o'sha insonlardan o'ziga zaryad oladi. Va shuni hisobiga yo'ymachini oldidan yo'ydirib chiqqandan keyin yoki massajchini oldidan massaj qildirib chiqqandan keyin holsizlanib bemor bo'lib borgan inson o'zini qushdek yengil his qilib, dadil his qiladi. Buni siri mana shu. Endi qolgan sehr haqida gapiradigan bo'lsam, ya'ni oq baxshi, qora baxshi yoki har xil sehrgar, jodugarlar to'g'risida aytadigan bo'lsam, bularni sehrlari haqiqiy sehr emas. Bu oddiy gipnoz, ya'ni gipnoz bu nima? Gipnoz bu yolg'on, shirin so'z, sarob. Qisqasi, boshqa sehrlar yo'q narsa. Haqiqiy sehr mana shu men aytgan narsalar. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.